posboni va qalqoni bo'lish bu dunyoda eng ulug' va muqaddas ishdir. Vatanni sevish insonning g'arizasida, tabiatida mavjud ekanligini islom inkor qilmaydi. O'zbekiston yurti, mamlakat vatanni himoyasi uchun armiyaga borgan, chegara qo'shinlarida xizmat qilayotgan har bitta musulmon o'g'lonlarimiz niyatlarida musulmonchiliklarini himoya qilaroq shu mamlakatni, musulmonlarini, vatandoshlarini, yerini, ozonini, bayrog'ini, shu musulmon o'lkani himoyasi uchun niyatini ushlab tursa, o'lsa shahid bo'ladi. Bunday sharaf hammaga ham nasib etmaydi yangi O'zbekistonda. Bunday sharafda mana shunday buyuk xalqimizga xizmat qilib, posbon va qalqon bo'lish sizlarning yelkalaringda. O'zbekiston yurtidagi harbiy xizmatda xizmat qilayotgan yigitlar, qizlar, bular hammasi agar niyatini to'g'ri qilsa mujohid hisoblanadi. Shu xizmatda vafot etsa shahid bo'ladi. Shu musulmonlarni O'zbekistonda tinch totuv hayot kechirishligiga men shuni himoya qilaman desa, kechasi uxlamasa rabot, ko'zi jahannam o'tini ko'rmaydi. Bir narsani bilinglar, vatanni sevgan, vatanparvar bo'lgan, buyuk bobolarimizga munosib bo'lgan hech qachon orqaga qayilmaydi. Uchta ko'z jahannam o'tini ko'rmaydi deganlar payg'ambar alayhisalom. Bittasi rabotdagi yigit deganlar. Rabot shu musulmonlarning himoyasi uchun chegarada turgan askar.